Mana arzon Minsk motosikl. Puli 1.800.000, bo'layotgan joyi 1.700.000 bo'lsa beraveraman. Buni ayblarini hozir aytib o'tib ketaman. Zavod bo'lib yuradi. Mana oldagi balonni almashtirish kerak. Mana bitta yirtig'i ham bor, kamera ko'rinib turibdi. Keyin arqa balonni paklishkasi zo'r ekanu, diskasi yo'q menga. Haydagan plyaj kuti qanaydir bir lapang qilaman, bilmayman, men spitsalar bo'sh. Bu diska ham, paklishka ham pulga qo'shimcha pulga topib beramiz. Sidinkasini mana gubkasi ana bo'lgan, pachoq bo'lgan. Kraskasi radnoy kraska, lekin mana buni o'chib ketgan. Old arqa farasi yonadi. Zanjir chexorlari yo'q. Endi men prosta bu davlat ishiga ham ishlab vaqtim bo'lmayapti. Agar sotilmasa o'zim qilib, hammasini qilib qimmatroq qilib sotaman. Agar kimgadir shu puli arzon deganlarga bo'lsa, olib ketinglar. Shu 1.700.000 taqilgan joyi. Old arqa farasi yonadi. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Shu hujjatlar yo'q, noshkasi yo'q. Shu do'stlar yuvmadim ham, boshqa ham qilmam, shu boricha shuni ana qilib ham. Agar kerak bo'lsa, haydab ko'rib, kelib olib ketinglar. Yangi Xitoy zajigani turibdi, uni o'zim ko'rdim. Shu motosikl.